Assalomu alaykum qadrli kitobxonlar. Men hozir sizlarga Farg'ona tumanida yashab ijod qilgan Oxunjon Hakimov haqida ma'lumot bermoqchiman. Oxunjon Hakimov 1934-yilning 20-fevralida Farg'onaning Log'on qishlog'ida dunyoga kelgan. O'zbekiston xalq shoiri 2006-yilda Farg'ona davlat pedagogika institutini tugatgan. Dostonlari Qo'llarim ko'ksingda, tafakkur boqiy, vatan qasidasi, o'shal kun kelur, ko'zlaringning o'zi qaro, qizlar xayol sursalar, muhabbatning ko'zlaridan izlang, malaklar surati, dunyo kabi she'riy to'plamlari nashr etilgan. Nasriy asarlari ham bor. Ushbu asarlar Bahor hidi, Burgut hamlasi, Qush kabutarlar, Baqiroq tuyaning tushlari, Bu chollar yomon chollar kabi pesalari respublika teatrlarida sahnalashtirilgan. Shoir yaratgan Qo'llarim ko'ksingda, tafakkur boqiy, o'shal kun kelur kabi dostonlari ham kitobxonlar tomonidan iliq qarshi olingan. Shoir el-yurt hurmati ordeni bilan taqdirlangan. 2006-yilda O'zbekiston xalq shoiri unvoni berilgan. Shoirning juda ko'p she'rlari mashhur xonandalar ijrosida qo'shiq bo'lib kuylangan.